Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Bugün 2020 yılı 13. ayındaki 6. günü Jalaliddin Suyuti rahmetullahi aleyhinki Tarihul Hulafa namlıq kitabındaki dersimizdeki davamı. Bugün Jalaliddin Suyuti bizge tüvenlik fesilde yani imamların Kureyş'ten bulduğallık hakkında, yani halifelerin Kureyş kabilesinden bulduğallık hakkında bir ayrım bir babda bizi düşünce vermekçe. في بيان أن الأئمة من قريش والخلافة فيهم قال أبو داود التيالسي في مسنده حدثنا سكين بن عبد العزيز عن سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش ما حكموا فعدلوا وواعدوا فوفوا واسترحموا فرحموا أخرجه إمام الأحمد وأبو يعلى في مسنديهما والطبراني deydi. Ebu Davud et-Teyalisi üzün Müsned namlı kitabıda deydi. Bundaq deydi. Bizge Sukayn ibn Abdülaziz hadis bayan qilib bergan. Yani Ebu Davud et-Teyalisininki ustazi Sukayn ibn Abdülaziz. Bu kişiga Seyyar ibn Salame, bu kişiga sahabi Ebu Berzet el-Eslemi degan sahabi rivoyat qilib bergan. Ebu Berzet el-Eslemi nayatda uzun ömür ko'rgan sahabalarniki biri, Yazid ibn Muaviyaniki davrlarida o'lib ketgan. Yani Hijriy 60'dan keyinde shunday bo'lganda. Bu kişi deydi, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunaq degan. İmamlar Kureyş'ten buldu, yani halifler Kureyş'ten buldu degan bu hadisni Peygamber. Ama şart qilganda Peygamberimiz meyda. Ma hakemu fe adalu. Ular hakimiyet tutup adil bolsa, va'da qilib va'dasiga vafodor bolsa, mehr shafqat talab qilingan vaqtida shularga shafqat ko'rsatsa dedi. Bu hadisi İmam Ahmed Ebu Ya'la o'ziki Musnad nomli kitoblarda chiqargan. İmam Tabraniy o'ziki hadis kitoblarida buni rivoyat qilgan deydi. Endi bu halifler Kureyş'ten buldu degan to'g'risiki hadislar asosan bu mutawatir darajalik hadislar, ya'ni eng sahih darajalik hadislar. Haqiqatan to'g'ri. Ammo bu hadis qarta ulamolar turli tushunchalarda bo'lgan. Ko'p sonli ulamolar cho'qim xalifalar, imomlar Quraysh qabilasidan bo'ldi degan bo'lsa-mu, lekin bir qism olimlar yo'q. Yani bular bu shartni yo'qotgan vaqtida, yani adolat shartini, ular yani salahiyet şartını yo'qotgan vaqtida bular Qurayshdan boshqa kishilardan bo'lsin bo'ladi deb qargan. Balki hamda Osmonlar Abbasiylar xalifalardan Bani Osman, yani Osman xilofati xalifatni topshirib olgan vaqtida balki mush qarashni kuchlantirgan bo'lishi mumkin. Misrni fath qilgan vaqt, Misrni olgan vaqtida, ishg'ol qilgan vaqtida Misrdagi mamlukiylarning qo'lidagi qo'chaq Abbasiylar xalifasi xalifalikdan tushib Salimul Avvalga o'tkazib bergan. Yani vaqtida. Balkim mushu ulamolarniki tushunchasini olgan bo'lishi mumkin. Hatta İmamul Juvayni G'azzaliniki ustozlardan İmamul Juvayni mu bu hadisni agar bu shartlarni yo'qotgan ahvolasida xalifalar boshqa kishilardan, boshqa qavmdan bo'lsa bo'ladi deb qaragan. Hatta Musa Jarulloh rahmatullohi alayhi kim adil hukm surdi ekan shu Quraysh degan qarashni yo'qlagan. Demek bu hadis ulamolarniki tushunchasi, yani mutlaq emas, cho'qim yani Qurayshdan bo'ldi degan qarash, yani mutlaq qarash emas ulamolarning nazarida demoqchida. Endi Imom Tirmiziy rahmatullohi alayhi rivoyat qilib bizga Ahmad ibn Mani hadis bayon qilib bergan. Bu ustozi, bu kishiga Zayd ibn Hubab, bu kishiga Muaviyat ibn Salih, bu kishiga Abu Maryam al-Ansari rivoyat qilib bergan. Bu kishi hamda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan hadis bayon qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'sa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalardan eng ko'p hadis yodlagan. Hatta şu Resulullah'dan qo'sqam to'ysilam men şu masjidda yoki şu hadis rivoyat qilish bilan yoki o'qish bilan yoki shu ilm suhbatlari bilan bo'lganda bu kishi asosan Payg'ambarimiz duo qilgan hibziga bu kishiga. Undan boshqa sahobalardan shu uylarga berish orqali Rasulullahning bir masala haqida nima deganligini so'rab o'zini ilm uchun o'zini xor qilgan sahabalarniki biri. Shuning uchun shu sahabalar ichida eng ko'p hadis rivoyat qilgan kishi Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Bu kishi o'zi muhojir sanaldi, chunki bu kishi Hijriyaniki 7-yili o'ziniki Madina Munawvarga o'zining qavmini tashlab qaytib kelgan, shu hijrat qilib qaytib kelgan
kishilarniki biri. Yani bu supa ahli deyildi bu kishi. Yani supa ahli degan bu payg'ambarimizning uy yo'q kishilarga masjidniki oq tarafida bir supa bekitib bergan, shu supada yetib qopab turadigan sahobalar bo'lgan. Yani Abu Hurayra roziyallohu anhu shu supa ahliniki, yani kambag'al sahobalarniki biri. Shundaqda bu Abu Hurayra'niki hadisini ko'p rivoyat qilishniki yana bir sababi bu Rasulullah'niki oilasi uchun davomli o'ziniki jon fidolik bilan xizmat qilgan, ayrilmay Rasulullah'niki shu oilasiga xotin bo'ldirgan, Rasulullah'niki o'ziga davomli xizmat qilib ayrilmagan sahobalarniki bir bo'lg'achqa, yani ilmdan mahrum qolmagan barkatli sahobalarniki biri. Bu kishi deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shundoq degan, podshohlik, hokimiyat Qurayshda bo'ladi. Qazo deydi. Qazo deganda sud ishlarida bu ansarlarda bo'ladi, azan habashlarda bo'ladi degan. Chunki Bilal ibn Rabah eng birinchi muazzinda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki. Shu bu habashi edi. Shuning uchun muhaddisni rivoyat shuning uchun hamda shu hadisning ro'yi asosan Bilalga shu azonni bergan bo'lishi mumkin. Hem ovozi nihoyat yiqimli, jarangli kishi bo'lg'achqa bu hadisning isnodi sahih ekan. İmam Ahmed o'zining Musnad nomli kitobida hadis bayon qilib, İmam Ahmedningki Musnad İmam Ahmedda bir kitobi bor, 40 ming hadis to'plangan. Shu hadis kitobini demoqchi. Bizga Hakam ibn Nafi, bu kishiga Ismoil ibn Ayyash, bu kishiga Zamzam ibn Zur'a, bu kishiga Shurayh, bu kishi Kasir ibn Murradin, bu kishi Atba ibn Abdidin rivoyat qilgan deydi. Bu kishimi Utba ibn Abd degan sahoba, bu uzun umr ko'rgan, Shamda o'lib ketgan sahobalarniki biri. Payg'ambarimiz o'lib ketgan vaqtda o'zining yoshlarini ayt, kichik, 10 necha yosh atrofidagi sahoba bo'lsa kerak. Bu uzun umr ko'rgan. Bu kishi deydi, mening ismim Atla edi deydi. Payg'ambarimizning qashqa kirib, isming nima debdi, Atla desam, yo'q, sening isming Atla emas, Utba bo'lsin deb o'zgartirib qo'ygan. Balkim shu Atla degan ismi, ma'nosi to'g'ri bo'lmagan ism bo'lsa kerak hamda. Bu kishi deydimda, haqiqatan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shundoq degan, xilofat Qurayshda bo'ladi, hukm, qozilik, sotchilik ansarlarda bo'ladi, da'vat dedi, chaqiriq, yani azon shu habashlarda bo'ladi degan. Bu hadisniki raviylari hammasi ishonchli odamlar deb rivoyat qilgan. Va qala al-Bazzar dedi. Bazzar degan olim shundoq degan edi deydi Jaloliddin Suyuti. Bu Bazzar deganmi ayni vaqtdagi eng katta hadisshunos olimlarning biri. Hijriya 292-yili shu Falastin tarafida o'lib ketgan. Balki hozir Isroilning ichidagi bo'lsa kerak. Bu kishi o'ziniki bir hadis kitobi bor, buni Al-Bahru Zohir. Yani ba'zilar buni Musnad degan. Bu kishining ismi Abu Bakr al-Bazzar deymiz. Mushi kishi mundaq deydi. Demak, bu Jaloliddin Suyuti mush kishining kitobidan olganda bu so'zni. Bizga İbrahim ibn Hani hadis bayon qilib bergan, bizga Fayz ibn Fazl. Fayz ibn Fazlga Mis'ar degan kishi hadis bayon qilib bergan. Bu kishiga Salam ibn Kuhayl rivoyat qilgan. Bu kishiga Abi Sodiq Rabi'a ibn Najid hadis bayon qilib bergan deydi. Endi Rabi'a ibn Najid kimdan hadis bayon qilgan? Ustoz kim edi desa, Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhum. Endi Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu kim desak, bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eng yaxshi ko'radigan sevimlik inisi, nevra inisi, tog'isining o'g'li bo'ladi. Ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zi kichik vaqtida ayt balchilab baqqan, Rasulullahning xizmatida bo'lgan sahobalarning biri. Kichik bolalardan eng tunji bo'lib musulmon bo'lgan sahobalarning biri. Yani 4-xalifa o'zining xalifalikda islomiyat yo'lida shahid bo'lgan katta buyuk zotlarning biri. Bu kishi mundaq deydi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shundoq degan, al-umara'u min Qurayshin abraruha umara'u abrariha va fujjaruha umara'u fujjariha. Bu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shundoq dedi, amirlar Qurayshdan bo'ladi dedi. U amirlarning eng yaxshisi shu yaxshi kishilarning amirlaridir. U amirlarning eng nochirlari yomon nochir kishilarning amirlaridir degan. Demak, bu hadisniki isnodi boshqa jihatdan sal ojizroq, zaifroq hadis ekan, ammo bu hadisni yana qo'llaydigan, to'liqlaydigan nurg'un hadislar bor. Lekin shu Qurayshlardan amirlarning bo'lganligi haqidagi hadislar umum jihatdan mutawatir, sahih bo'lsa-mu, lekin buning qarta ulamolar nurg'un ko'z qarashlarni o'ttirib qo'ygan. Shunga murojaat qilish to'g'ri keldi.
Lekin bizdeki dersimiz faqatla şu Jaloliddin Suyuti'ninki kitabını faqatla o'qish asosida bo'lg'achqa bu so'zlarni faqat bu yerda bayon nuqtasini deyapmiz. Lekin buni texim tafsili izlanmoqchi bo'lgan kishilar boshqa mazmunlarni ko'proq mushaqqatga hadislarni ulamolarniki ko'z qarashlariga bir diqqat qilib boqsa yaxshi. Ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.